Buni sichqon sherni oldiga kelibdi-da, aytibdiki, menga muhlat bersangiz, bir gap aytmoqchiman sizga. Faqat omonlik bering, o'ldirmaysiz meni. Xo'p debdi, gapir aytadigan gapini. Sichqon aytarmishki sherga, men sizni bir oyda o'ldiraman debdi. Buni gapidan sher kulgan. Bo'ldi gap yo'q, bir oyda meni o'ldirasan debdi, lekin o'ldira olmasang men seni o'ldiraman degan. Xo'p deganda sichqon ketdi shu bilan. Sher birinchi hafta o'tishiga parvo qilmagan. Ikkinchi hafta o'tishi bilan sekin-sekin o'ylash boshlabdi. Sichqon qanaqa qilib o'ldirar ekan? Nima qilmoqchi ekan? Ovqatimga zahar solib qo'yadimi? Uxlab yotganimda bir narsa qiladimi? Fikrlay, o'ylay boshlabdi. Uchinchi hafta ishonsanglar holdan toyib qolgan. Ya'ni g'am tashvishi yana ham kuchayib ketgan. Nima menga qilmoqchi bu? Ya'ni qanday bir hiyla bilan meni o'ldirmoqchi ekan deb o'ylab holdan toygan. Bir oy bo'lgandan keyin sichqon hayvonlar bilan ziyoratga kelsa, sher o'lib yotibdi ekan. Sher bu siz. Sichqon bo'lsa g'am tashvish musibatlar. G'am tashvish musibatlarini o'ylaganingiz sari sizni yeb bitiradi. Kelanish, doimo stressda yurishlik bu kasallikni yarmi. Kasallikni hammasi desak ham bo'ladi. Qalb xotirjamligi bo'lsa, bu dori. Sabr bo'lsa, bularning davosi hisoblanadi. Shuning uchun har kuni Allohning zikri bilan maza qilib yashang. Allohning taqdiriga rozi bo'lib